Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa shu joyimizdagi begomslarimizni elab qaytadan joy tayyorlaymiz, cho'lchin ko'chiramiz degandik kecha safar. Xudo xolasa mana bugun begomslar elab bo'lib, qaytadan cho'lchinlar tashab, xudo xolasa suvlar yopilish jarayonidan video bo'lyapti. Hozir yangi boshlamoqchi bo'lgan, shu biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun bir qator tushunchalar berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kimga qiziq bo'lsa, bizni chiqarayotgan videolar xudo xolasa obuna bo'lib qo'yishni, like'lar bosishni unutmaysizlar. Xudo xolasa biz videoni boshladik. Sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Joylarimiz shu joyga xudo xolasa shu to'rtalasining joydagi begomslar eladik. Mana bugun qaytadan yangi o'yinlarni berib, ustiga cho'lchin tashlab chiqqanmiz. Mana uyum hammasi 3 tadan uyum, ya'ni 2,5-3 kvadratga yaqin har bittasiga cho'lchin tashalgan. Bu har bitta joyimiz o'rtacha 18-20 kvadratdan. Bu joylarimiz har bittasi 2,5-3 kvadratga yaqin cho'lchin tashlaganmiz. 1 kvadrat cho'lchin o'rtacha 6 kvadrat joyga tushgan. 7 kvadrat, 6 kvadrat atrofida joyga tushgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangitdan shu biznesni qilmoqchi bu yurgan aka-ukalarimizga mana joylar qanaqa tayyorlanadi, cho'lchinlar qanaqa tarzda tashaladi, keyin nimalar qilinadi, shular haqida bir og'iz tushuntirib ma'lumot berib o'tamiz. Bu tarafda begomslarimiz elanib, mana ikkita ustiga somon yopilgan joyimizga elanib, qaytadan cho'lchin tashlangandi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa yana mana bu tomondagi begomslarimizni elab, bu yoqqa ham cho'lchin tashlab chiqyapmiz. Shunaqa somonlar bilan ustini yopamiz. U somon yopilishini sabablaridan bittasi yozda salqinlikda, qishda issiqlikni saqlaydi. Keyin namlikni juda tez holatda chiqarib o'rmaydi. O'sha hisobiga somon yopiladi. Mana shunaqa ochiq tursa, juda tez qurib qoladi. Somon ustida yopib turadigan bo'lsa, ustiga suv sepilib turadigan bo'lsa, namlikni xudo xolasa me'yorida saqlab turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangi boshlayotgan aka-ukalarimiz 20-25 sm qalinlikda shunaqa go'ng yoyiladi. Ustiga cho'lchin tashlanadi, nami bo'lmasa bir marta suv sepiladi, somon bilan usti yopiladi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa begomslarimizni 3-4 kun ichida olib ketadi. Zaklatlar olingan. Xudo xolasa begomslarni hammasi sotilib bo'ldi desak ham bo'ladi. Qovun tarzida ekalgan dehqon aka-ukalarimizga xudo xolasa berganmiz. Begomslarni zaklatlarini olib, xudo xolasa begomslar ortish jarayonidan, bu yil nechta tonna begoms tayyorlab sotdik, shular haqida ham bitta video chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'lib qo'yish uchun like'lar bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bizdan uzoq qilmasizlar. Xudo xolasa kimga kim mana shunaqa begoms bizga qiziq bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchinlari xudo xolasa sotuvda tayyor.